Assalomu alaykum. YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da kuzatib turgan bog'bon akalarimiz bu videoni ko'rishdan oldin like bosib ketishni unutmanglar. Agar bizga podpiska bo'lib obuna bo'lsalaring, shunaqa videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Bugungi sanamiz 2025-yil 2-aprel sanasida mana 2 yoshlik mana gilos daraxtimiz mana bu ikkinchi barg bo'ladi. Mana gulladi. Bu gullarini qo'yib hosil olaman deb harakat qilish shart emas. Sababi bu gullar daraxtdagi quvvatni oladi. Buni toqalab olib tashlash kerak. Sababi bu yerdan chiqarayotgan mana nug'dalarga quvvatini oladi va mana bu pastdagi chiqarayotgan mana bunaqa nug'dalarni ham mana olib tashlaysizlar. Shunda tepaga o'sish harakatlanish bo'ladi. Hozir sizlarga yana bahorda ekilgan yangi ko'chatimizni qilinadigan ishlovlarni ham ko'rib boramiz. Hozir kuzatib boringlar.